Assalomu alaykum, xalqim, assalomu alaykum. Sizlardan yana bir narsani aytaman degandim. Ko'plar xalqim e'tibor beringlar-da. Sizlarga bir narsani aytib, qayta aytib, o'zim ham charchab qoldim. Mana bu gaz balonni ko'ryapsizlarmi? Mana gaz balon, mana kimdir mana bunaqaligini olgan. Bo'laveradi, farqi yo'q. Bu yer plastmas bo'ladi. Mana samligilami, mana garilkasi. Samligilami. Mana e'tibor beringlar. Mana samligilami, garilkasi. Undan keyin ko'plar aytadi, mana dur nima edi deydi. Qarang, xalqim. Ruschasi bo'ra deydi. O'zbekchasi dur deydi. Bu deganimiz ota bobomizdan qolgan eski mana odamlar, dargar odamlar, 60ga kirgan, 55ga kirgan odamlar, o'zimizni dargar qilib yurgan odamlar. Uni bu narsani bo'ra deydi, ruschasiga, o'zbekchasiga dur deydi. Sababi dargarlarda bo'ladi buning narsa, mana ichidagi oq. 100 grammi katta pul bo'lmaydi. 15 ming, 20 mingga boradi. Mana shu bo'rani. Ko'ryapsizlarmi? Endi men durni o'rganib ketganman, dur deymiz, endi ota bobomizdan qolgan. Endi bu safar endi bo'ra deymiz, endi ilojimiz yo'q endi. Ko'plar tushunmas ekan u narsani, aqli ham yetmas ekan, ko'p tushunmas ekan. Mana aytmoqchiman, xalqim, mana hozir mana ko'mishni chiqardim. Oldingi suvimni qilganimdan plastalardan azotniy bilan solyonniy kislotadan bo'lgan mana ko'mishni chiqardim. Ko'mish chiqarib mana eritdim. Eritganimni endi mana sizga azot qilib chiqaryapman. Keyin yana xalqim ko'plar tushunmaydi. Mana kompyuterda, mana tranzistorda hozir men ko'rsataman qayerdan yechib olish. Mana qarang. Akkuratni olganman. Mana ko'ryapsizlarmi? İçinde bironta ichida musor yo'q. Bironta ichida yo'q. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana xalqim, mana shu narsa, mana yaxshi e'tibor beringlar, mana yaqinroq olib keldim. Mana ko'ryapsizlarmi ichidagi? Mana shu narsadan chiqadi, mana shu narsadan. Mana bu yerdan atverkani tiqsanglar, ambir bilan, mana bunday ambir bilan shurursanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Yana ham tushuntiryapman. Mana shuni, mana. Ko'ryapsizlarmi? Undan keyin mana bunday kichkina ambirchalar bo'ladi. Mana ko'rib oling. Mana ambircha, oddiy ambircha. Ana shu bilan shuni sug'urib olaverasiz. Tat ketaveradi. Yana bunday idishga solasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Keyin buni azotni, buni sarig'ini